Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Murodjon bilan Korzinka do'konlariga keldik. Biz bu yerda sizlarga bugun ozvodkalar uchun foydali kontent ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni qaysi mahsulotlar bizga mumkin yeyish ozvodkani, qaysi mahsulotlar mumkin emas. Hammasini farqini sizlarga ko'rsatamiz va eng qizig'i oxirida bir haftalik ratsion bozorlik tayyorlab beramiz. Xo'p, Shohroqqa Korzinkaga ham kelib oldik. Nimadan boshlaymiz? Birinchi kelayman, meva отделi keldi, mevadan boshlaymiz. Bo'l. Xo'p, banan. Banan mumkinmi menga, yo'qmi? Xo'p, qarang, banan yesangiz bo'ladi, lekin bitta nosi bor. Kuniga bitta uzog'i, chunki ichida uglevodi ko'p. Oqsili yo'q. Ko'pchilikchi adashtiradi. Zalda banan yeyish kerak deydi. Uglevodi ko'p, anaqasi yo'q, beloki yo'q. Shuning uchun kuniga bitta. Lekin eng zo'ri ichida shakar yo'q. Shuning uchun yesangiz bo'ladi. Men ko'pincha zal ketayotganda zavtrak qilolmay qo'ysam bitta banan urib olaman-da. Bo'ladi. Chunki zaldan oldin banan, ya'ni tez hazm bo'ladi-da, uglevod sizga beradi va uni siz energiya sifatida ishlatasiz zalda keyin. Buni olamiz. Okey. Apelsin, greyfrutlarchi? Xo'p, qarang. Apelsin, greyfrutlarga keladigan bo'lsak, greyfrut, misol uchun mandarinimiz bor. Bu narsalarni biz bemalol yesak bo'ladi. Misol uchun sizga mumkin, faqat ko'p emas. Misol uchun kuniga bitta greyfrut yoki mandarinni oladigan bo'lsangiz, ham ikkitacha mandarin yesangiz bo'ladi, chunki bularning ichida asosan suv bo'ladi. Ichida shakari kam bo'ladi, fruktozasi kam bo'ladi. Shuning uchun bularni yesangiz bo'ladi. Zo'r. Hop, keyingisichi yana sizga maslahat berardim, olma. Ya'ni qorningiz ochib qolgan payti nima qilsangiz bo'ladi? Mana imini Simirinka olmalari bor. Mana Simirinka olmasidan bemalol olib yesangiz bo'ladi. Hozir ham sirazu olib olamiz. Kuniga tam ikkitacha, uchtacha yeyursangiz bo'ladi, chunki ichida shakari kam-da buni. Bo'ldi, zo'r. Keyin mana ba'zi kunlari men mamna qolmanda. Kechqurun qornim ochib qoladi. O'zim qilmayman. Endi detoks qilishim kerak. Ananas, kivili, shu mangolar qilib turib, как asarti set qolmanda, yom. Lekin vez tushmayapti. Qarang, men ovqat yemayotgan bo'lsam, uglevod yemayotgan bo'lsam, buni shirinligi bo'lmasa nimadan? Qarang, kivi yesangiz bo'ladi. Kivi oshqozonga ham yaxshi. Lekin ananas, keyin mango mumkin emas, chunki ichida fruktoza. Fruktoza bu shakar deganda, ya'ni mevalarning ichidagi bor shakar. Shuning uchun uni yemaganingiz yaxshi. Fruktoza berganingizdan keyin tabiiy siz sovurasiz. U chunki sizda energiya hammasi ketmaydi. Men katta tarelkani to'ldirib olib kelib, ozonman, mana jetda qolman deb o'ylayapman. Yo'q, ko'pchilik mana shunday xato qiladi. Zo'r, bilib oldim. Shohroqqa mana golubika, malinalarchi, bular ham mumkin emasmi? Qarang, golubika, malina, keyin mana klubnika, bu hammasi mumkin. Chunki bularda saxari bo'lmaydi pasti, uglevodlari ham kam bo'ladi. Bemalol yesangiz bo'ladi bu narsalarni, faqat ko'paytirib oling. Yeganda o'zi tez hazm bo'lib ketadi, qanaqadir bor, oshqozon turmaydi. Eng zo'richi bularni kashaga, nimadirga, ovqatga qo'shib yesangiz mazza berib turadi-da. Zo'r. Keyingisi, qarang, bizga ratsionimizga qo'shishimiz kerak bo'lgan narsa bu kletchatka bizga kerak, ya'ni sabzavotlar. Biza har bitta yeyotgan 1000 kaloriya ovqatingizga 14 gram kletchatka yeyishingiz kerak. Siz o'zi shu organizmingiz sog'lom bo'lishi uchun, chunki kletchatka yetishmasa ham siz yaxshi ozolmaysiz, sizda organizmingiz zboyli bo'ladi. Shuning uchun biz misol uchun nima maslahat beramiz? Misol uchun ovqatlarga ukrop qo'shib yesangiz bo'ladi. Eng zo'ri bo'lsa, mana salatniy list, shpinat, misol uchun xolasangiz zелёный luk qo'shib yesangiz juda ham zo'r. Yana misol uchun mana bu yerda rukola ham bor. Misol uchun bularni ham rukolarni men salatga qo'shib yeyman. Zo'r narsa. Zo'r narsa. Ham brokolilarchi? Brokolilarni ham bemalol yesangiz bo'ladi. Ozvodkanda vashi zo'r narsa. Mana orqada anaqalar qolib ketibdi. Men sitafor bolgarskiylar. Bular qanaqa? Bolgarskiylar, sitafor bolgarskiylar, ya'ni hamma etilu sabzavotlarga kiradigan narsalar hammasi foydali. Sitafor bolgarskiylarni ham prям bemalol o'shalardan hammasidan salat qilib, misol uchun bolgarskiy buni qo'shib, sabzavotlarni qo'shib, bemalol salat qilib yesangiz bo'ladi. Perkuslar demak, xuddi shunaqa narsa tayyor ekanda. Xo'p, Shohroqqa pomidor bodriligiga keldik. Men yaxshi ko'radigan narsalar, pomidorlarni juda yaxshi ko'raman. Mumkinmi, mumkin emas? Bemalol ratsioningizda обязательно salatga har kuni pomidor, bodringni qo'shsangiz bo'ladi. Даже eng zo'ri men nima qilaman o'zim, qornim ochib qolsa-chi, bodring yeyman. Qornim ochib ketadi-yu, o'sha kunlik kaloriyamni yeb bo'ldim, normamni yeb bo'ldim. Bodring olaman yoki bodring bilan pomidor to'rab turib, salatni nis qo'shib turib,
salat qilaman, o'shani yeyman. Ya'ni sizni organizmingiz sal bo'lsa ham aldab oladi, lekin kaloriyasi почти kam. Me'yorda yeyish kerak lekin. Bo'ldi, zo'r. Mana qarang, bu yerda suxa frukti chaqchuqlarga keldik. Hamma yaxshi ko'radi buni, to'g'risimi? Ani o'tirganda bilasiz, yeb qo'yishadi. Siz yeysizmi? Qanaqa sizda? Mana semchkalar chaqib turaman ba'zida. Har xil yong'oq yeb qo'yaman. Bitta o'tirganda normal ketib qoladi lekin bilinmaydi, lekin normal ketib qoladi. Bu narsalarchi yashirin kaloriya deyiladi o'zi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, misol uchun mana Mamatdan pistani oladigan bo'lsangiz, pistada bundoq qarasangiz, mana shu upakovkani odam bitta o'tirganda yeb qo'yadi, lekin 610 kaloriya. Buni ichida jir, yog'lari 51 gram. Yo'q, 51 gram. Sizning normangiz hozir masalan ozayotganda sizda bir 100 gram misol uchun yog' bo'lishi kerak ratsioningizda. Normal yarmini yeb qo'yaman. Bitta yeganingizda kunlik normangizni yeb qo'yasiz. Bu obetim bilan tengan, ko'rasizlar. Men bitta obetdagi bitta yeydigan narsam bilan ovqatim bilan tengan. Eng qizig'i 80-90 kiloli odamlar uchun bu kunlik почти yog' normasini yopib qo'yadi. Keyin bundan keyin yana qolgan narsalar yeyishadi, keyin shu bilan semirib ketishadi. Qanaqa qilib deysiz, do'stlar, mana bu narsalarni odamlar bilmaydi kaloriyasini. Oddiy mana yong'oq, keshu hammasida ichida yog'i ko'p bo'ladi. O'shan uchun aganda, misol uchun mana dieta qilyapman, aytayotgan narsalaringizni yeyapman, lekin orada mana bunaqa перекусlar qilyapman. Lekin aniq ketish qiyin bo'ldida, ves ketish. Xuddi shunaqa. Men unaqa trenirovka qilayotgan bo'lsam, qanaqa qilayotgan bo'lsam, bu yashirin kaloriyalar xuddi shunaqa. Ko'pchilik buni bilmaydi. Zo'r. Xo'p. Keyingilari bu PP desertli, har xil pechenyelar. Bular mumkinmi o'zi? Eng qizig'iga keldik. Bu hammasi PP deyiladi, ZOSH deyiladi, lekin ichidanchi ko'pchiligi mumkin emas. Yo'q, Nimaga deydigan bo'lsangiz, mana qarang. Bu fitness deb yozib qo'ygani yoki mana misol uchun snack barra olaylik. Ichida misol uchun bu fitness PP deyiladi, lekin agar mana kaloriyasini ko'radigan bo'lsangiz, hop, bu yerda hozir ko'ramiz. 100 gramda mana bu yerda 100 gramda 400 kaloriya. Yo'q, o'zi necha gram bu? Bu yerda 40 gram. Demak, примерно 180 kaloriya. Примерно 180 kaloriya bitta shuni o'zida bor. Dальше mana misol uchun Mamantda ham granulalar bor. Granulalarda ham bu yerda ham kaloriyasi juda ham katta bo'ladi. Mana bu yerda ham 100 gram mahsulotda 366 gram, ya'ni kaloriya va uglevodlari 52 gram. Yog'lari 12 gram. Ana kuni qo'rqib ketdim, bilmayman, bu yerda yo'q ekan. O'tgan kuni korzinkaga kirib o'sha perkus olmoqchi bo'ldim-da. U ham granola edi, adashmasam, shu fitnessga aloqador. Ko'rsangiz 600 kaloriya va 80 gram uglevod edi. Xuddi shunaqa. Ko'pchilik shunga aldanib qo'yadi. PP batonchik yeyapman deb o'ylaydi, lekin shurada ham semirib ketishadi. Bu yerda mana yozganmi? Mana 378 kaloriya ekan. Qoyil. Men o'zim mana bunaqa narsalar yeb turaman. Xlipsi bittasida 26 kilokaloriya. То есть bundan ham kuniga bitta, ikkita yesangiz bo'ladi. Shirinlikja yaxshi ko'rib tortgan paytda yesa bo'ladi. Shokoladni. Mana bez sahar deyapti, lekin bu bez добавление sahari. Ya'ni shakar qo'shilmagan xolos. Lekin bu yerda boshqa shakari bor. Bu yerda nima, ya'ni biz добавление sahar, ya'ni tabiiy shakar qo'shilmagan, lekin qanaqadir podslastitsillar, qo'shimchalar, ximikatlar qo'shishligi mumkin. Shuning uchun shu tomonlama e'tibor berish kerak. Lekin o'zi men maslahat beraman, misol uchun kuniga bittadan do'lka yesa bo'ladi odam, chunki ichidagi steviyasi bo'lsa, chunki steviya bo'li naturalni hisoblanadi bu. Bo'li yaxshiroq hisoblanadi. Eng qizig'i mana bunaqa sahar zamintillar bor. Ko'pchilik qo'rqadi, rakka olib borar ekan, boshqa qilar ekan, lekin shakardan ko'ra shuni ichgan yaxshiroq, chunki buni bittasi shakardan 10 barobar shirinroqda. Ya'ni shakar xolab qolgani, lutchi mashina choygami nimagadir qo'shib ichorgan yaxshi. Zo'r. Eng qizig'i bularda kaloriyasi bo'lmaydi. 0 kaloriya bo'ladi. Zo'r. Xo'p, eng qiziq narsalarga kelyapmiz mana. Choka krem, nutellali. Bu mumkinmi, mumkin emasmi? Qarang, eng qizig'i mumkin desam aldagan bo'laman. Chunki buni ichida har xil transjirlar, yog'lar, maslalarni shunaqangi eng yomon maslalardan, yog'lardan tayyorlanadi bu. Arakis qo'shilmagan. Bu yerdacha ichiga qanchadir arakis qo'shilishi mumkin, lekin pastga narsa qo'shilmaydi. Reelsda ko'rdim Instagramda unda mankada mamcha arakis qo'shishganda qolgani yog' turibdi-da. Shunaqa rosta palmoviy masla deyiladi. Shunaqa masla qo'yish, to есть
eng отходga ketadigan narsalardan bularni tayyorlashadi. Va misol uchun hamma mana shunaqa narsalarni eng отходga ketadiganlarni tayyorlashadi. Uni yegangizdan keyin sizda sразу yog'ga ketadi u narsa. Hech qanaqa energiya ham ketmaydi. Bunaqa narsalarni jelatinni yemagan yaxshi. То есть men buni semirayotganlarga ham, ozayotganlarga maslahat bermayman. Ya'ni to'g'ri pitaniya qilayotganlarga maslahat bermayman. Zo'r. Konservali ekyapmiz mana. Selyotka, yana boshqa narsalar bor. Bo'lishi mumkinmi? Xo'p, qarang. Bularni mumkini bor, mumkin emasi bor. Chunki jirnisiga qarab, men o'zim maslahat beraman. Tunets. То есть tunets bu baliqlarning ichida anaqa говядина hisoblanadi. Morskaya говядина hisoblanadi. Ichida foydasi, foydali tomonlari juda ham ko'p buni. Keyin aytaylik, bizda losos bo'lishi mumkin, forel bo'lishi mumkin. U narsalar yesangiz bo'ladi va eng asosiysi, qarang, buni xili bor-da. Ya'ni собственным соку bor. И плюс в масле bor-da. В масле degani, ya'ni uni ichida tashqi maslalar bo'ladi. Ya'ni yog' bo'ladi, yog'ga bo'ktirib qo'yilgan. Undan yegansiz, ko'rgansiz. Qanchani nonga botirib yeyishar ekan. Shunaqa, nonni botirsangiz, tak yog'liqqina mazali bo'ladi, lekin ichida yog'i ko'p, juda ko'p-da. Shuning uchun собственным соку olgani yaxshi. Men o'zim tunes qo'shib turaman. Maymorda bor ekan, bu yerda mana ikki xil, shtoba farqlar bor uchun tunes собственный соку и tunes кусковой масло. Shunda farqi bor ekan-da. Xuddi shunda farqi bor. Ya'ni mana shuni men maslahat beraman, собственным соку ozayotganni yeyishni. Zo'r. Unlarga keldik. Unli ovqat mumkin emas deb eshitganman men. To'ppa-to'g'ri. Dieta qilayotganda, to'g'ri ovqatlanayotganda hozir olamizmi, buni olmaymizmi? Qarang, buni ham mumkini bor, mumkin emasi bor. Misol uchun bizda mana un bug'doyli deb yozib qo'ygan oliy naf. Bu mumkin emas. Bu umuman buni esingizdan chiqarib yuborsangiz bo'ladi ozayotganda. O'rniga nima qilsa bo'ladi desangiz, bizda misol uchun nimalar bor? Mana bu yerda гречневая, льняная, кукурузный, овсяный, цельнозерновой, ржаной mukkalar bor, гречневый, рисовый. Mana shu narsalarni biz ishlatsak bo'ladi. Chunki bularning ichida glikemik indeks degan narsa bor, ya'ni insulinni bular ko'tarib yubormaydi. Bular glikemik indeksi past bo'ladi. Bular sekinroq badanga so'riladi. Va ma'mila bo'lsa sразу yog'ga berib yuboradi. Shuning uchun lutchi shunaqa unlarni olganimiz yaxshiroq. Uglevodi ham ko'proq. Bularning uglevodi ancha ko'p. Hop, bu yoqda yog'lar bor ekan. Yog'lar mumkinmi? Nima deb pishiraman men ovqat? Hop, qarang. Yog'larga keladigan bo'lsak, hozir bu yerda vitrinada turgan подсолнечный, keyin paxta yog'lari bo'ladi. Ular mumkin emas. Ularni ishlatmaganingiz yaxshi. Ularning o'rniga olivka yog'i bor. Olivka yog'ini ham har xili bor-da. Ya'ni aytaylik, anaqaga salatga ishlatsa bo'ladigan, ovqat pishirsa bo'ladigani bor. Shunaqalar ishlatishimiz mumkin. Hali ko'rsataman sizga qanaqasi mumkin. Hop, Shohroga shakar ham kelibdi mana. Olmamizmi bundan? Yo'q, qarang. Tvoroglarga solib yegani. Shakar o'rniga boya men sizga stevia ko'rsatdim-ku. O'sha steviani qo'shganingiz yaxshi, shakarni esdan chiqarib olib butun umrga. Yo'q-a? Ha, butun umrga esdan chiqarib oldim. Bo'ldimi o'zi? Men hayotimda shakar bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. O'rniga stevia bo'ladi. Stevia ancha shirinroq, 100%. Hop, asallachi. Asalni yesangiz bo'ladi. Kuniga 1 choy qoshiq, примерно 2 choy qoshiq yesangiz bo'ladi, lekin babi ko'p emas. Shohroga mana suv tandirdan chiqqan, non bor ekan, yopgan, ha. Bu mumkinmi? Ani qaymoqlarga botirib yegani? Qaymoq bilan botirib yeyish yopgan nonni mumkin, lekin sizga emas. Ozayotganlarga umuman mumkin emas. Chunki buni ichidachi oddiy o'zimizdan un ishlatilinadi. Boya aytgan oddiy bug'doy unlari ishlatilinadi. Ya'ni glikemik indeksi baland. Buni yeganingizdan keyin siz addushi paxat qilishingiz kerak. Shuning uchun eng zo'ri nonli mahsulotlardan keladigan bo'lsa, oddiy o'zimizdanchi qora nonlar bor-da. Qora non yoki misol uchun bu yoqda mana qora nonlar bor-da. Undan ko'ra mana shunaqa qora nonlarni yeganimiz yaxshi va eng zo'ri bizda mana rjanoy, ya'ni rjanoy deganni boyiga aniqada ris solgan. Shunaqa unni oldik biz. Endi rjanoy, diabetik deganlar bor. Shunaqalarni olsangiz, ular yaxshi, chunki ularda ichida glikemik indeks past bo'ladi va sizni semirtirib yubormaydi. Endi shunda ham normani bilish kerak. Ko'p bittada o'tirganda hammasini yeb qo'yamiz. Yo'q, misol uchun mana bu narsani siz kaloriyasini hisoblashingiz kerak-da. Mana misol uchun bu yerda ham uglevodlari 100 grammda 58 gram uglevod bo'lyapti-da. Bu yerda 300 gram, to'g'risizmi? Shuning uchun kuniga tam 100 gram, 3 ta 4 ta lomtik shunaqa ozayotganda shunga qattiq qarash kerak.
Chunki qora nonni ko'pchilik foydali, bemalol yeyish kerak deydi, lekin unaqa emas. Unaqa emas ekan. Yo'q, unaqa emas. Chunki manpashni normam yarmi uglevod ketib qoladi. Zo'r ketdi endi. Boya men sizga olivka dedim-ku, o'sha olivkalar mana mashina bo'ladi. Olivka yog'lari oddiy paxta, podsolnечный yog'larning o'rniga mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. Imенно extra virgin oil deb yozilgani juda ham sifati zo'r bo'ladi. Foydali. Eng qizig'i bunda ham mumkin ekan deb quyib ichib olish kerak emas. Kuniga bir aytaylik oddiy katta qoshiqda qilsa, osh qoshiqda kuniga 2 ta osh qoshiq mumkin. Yetadi. Da. Shu sizga yetadi. Men ko'rdim spreylar bor ekan, shunda bir 4-5 kaloriya. Da, spreylari ham bor. Endi bu yerda yo'q. Bu yerda misol uchun uni ham men olivkalarni ham aytib o'tish kerak, har xil bor. Misol uchun klassika bor, extra virgin bor. Extra virginlar endi asosan o'z salatlarga, tuxum pishirayotganda qilsangiz bo'ladi. Klassika bu olovga chidamliroq bo'ladi. Ya'ni qanaqadir ovqatlarni ham pishirsangiz bo'ladi bu narsada. Buni kuyib ketadi ovqatda. Da, kuyib ketib qoladi. O'zini foydali elementlarni yo'qotadi. Elementlarni yo'qotadi, g'alati mazza bera oladi o'shandan keyin. Shunaqa. Hop, Shohruh aka sirlarga keldik. Hech bo'lmasa shu mumkindir, bu mumkin emas demang. Xo'p, sir mumkin. Faqat uni ham turlari bor. Misol uchun mana bunaqa kolbasniy sirlar bo'lmaydi. Kolbasniy sirlar yemaganingiz ma'qul. Misol uchun oddiy sirlar ham, ya'ni qarang, sirlar tвердый sort bo'ladi, средний жирности bo'ladi, mozzarella bo'ladi. Sizga nima mumkin desangiz, mana bunaqa tвердый sorta. Bu pol tвердый ekan. Pol tвердый ham более-менее mumkin. Именно bularni tвердый sorti bo'ladi. Tвердый sortini yesangiz bo'ladi. U ham qanaqa, ya'ni kuniga aytaylik hisoblab 15 gram, 20 gram, 30 gram hammani o'z normasiga, yog' normasiga qarab. Sirlar o'zi nimaga mumkin emas oddiy sirlar desangiz, chunki buni turgan bitgani yog' bo'ladi. Ya'ni ichida jirisi ko'p, jirlari juda ham ko'p-da bu yerda. Bu yerda yog'lari 100 gramda 25 gram yog' ekan. Bu oddiylarida. Ya'ni qancha sorti pastroq bo'lsa, yog'i shunchalik ko'proq bo'laveradi. Shuning uchun именно tвердый sortlarni yeganimiz ma'qul bo'ladi. Zo'r. Brinzalar yeyapmiz. Brinzalar mumkinmi, bo'lmasa? Qarang. Brinzalar tvoriklar bor bizda. Bu narsa mumkin, lekin iloji boricha tvoriklardan ham yog' kamrog'ini olishimiz kerak. Ya'ni bizda 5%, 9% yog'lilari bo'ladi va 1-2%. Iloji boricha shu 1-2% yog'liligini olsa bo'ladi. Nijirni kuniga tam 100-200 gram, chunki uning ichida oqsili ko'proq, yog'i kamroq bo'ladi. Shuning uchun, chunki bularda yog'i ko'p o'sha. Bu 5%, 9% degani, ya'ni 100 gramda qancha yog'i borligi. Demak, shuni anglatadi. 100 dan 5 grami o'sha yog'. Xuddi shunaqa yog' bo'ladi. Tushunarli. Hop, suzmalar, smetana, qaymoqlar-chi? Qarang, bularcha mana aytaylik qaymoqlarda, suzmalarda shu anaqasi kamroq, protsent jирности kamroq. Misol uchun 10%, 15% bo'lishi mumkin. No, bu 100 gram suzmada biz 15 gram, 10 gram yog' yeb qo'yamiz. Ko'pchilik bitta o'tirganda ko'p suzma yeb qo'yadi, keyin uni non bilan boshqa bilan yeb ko'paytirib yuboradi. O'shaning uchun lutcha olib qo'yganimiz yaxshi. Yemagan yaxshi. Zo'r. Hop, olivkalar bor ekan bu yerda mana. Olivkalarni, maslina, olivka, biz bularni bemalol ratsionga qo'shsangiz bo'ladi. Salatlaringizda, ovqatlaringizda tam aytaylik ozgina to'rab, mazza uchun, boshqa uchun ichiga solib yeyorsangiz bo'ladi. Chunki buni o'zi yog'ini ham itaga ishlatamiz. Da, bu chunki foydali. Da, zo'r. Hop, menimcha bularga bizga mumkin emas bo'lsa kerak deb o'ylayman, yo mumkinmi? Qarang, salatlarcha xonim zo'r ketadi lekin, Nora xonim zo'r ketadi, lekin faqat menga emas. Ha, qoringa ketadi-da, yog'ga ketadi. Shuning uchun salatlarni mayonezliga mumkin emas. Mayonezsiz salatlarni yesangiz bo'ladi. Men kvashini kapusta maslahat bergan bo'lardim. Probiotik deyshadi buni zo'rdir. Da, probiotik bu anaqasiga kisheshnik oshqozonga juda ham foydasi zo'r buni. Shuning uchun har kuni bir 150-200 gram kvashini kapusta yeb tursangiz vashta zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Bo'ldi, zo'r. Men tayyor mahsulotlar bor ekan. Tovuqdan qilingan, moldan ham qilingan sosisikalar bor. Bular mumkin emasmi? Именно bular qovurilganda, bular qovurib pishirilgan yoki grill qilingan. Ichidagi ustidagi obolochkasi bor-ku, yog'ni o'ziga so'rib olgan bo'ladi, shimib olgan bo'ladi. Bular juda ham yog'li bo'ladi. O'shaning uchun buni yemagan yaxshi. Chunki plus buni ichiga har xil pripravalar qo'shiladi. Pripravalar qo'shilgandan keyin yog'li qo'shilishi mumkin. Ular ta'm berish uchun ham o'zingiz bilasiz, kaloriyasi oshib ketaveradi. Shuning uchun tabakalardan ozgina o'zimiz tiyib turamiz. Bo'ldi. O'rniga mana bu yerda keldi. O'zimiz ham mana tovuqlar, grudinkalar, bu baza. Eng kerakli, buni hamma biladi.
file, tovuq filesi buni ichida chunki oqsili ko'p, uglevodi yo'q, yog'i yo'q. Eng zo'r, misol uchun ozayotganda mana shu mahsulot hisoblanadi. Bu yerda mana 600 grammdan ekan bizga nechta kerak bo'ladi? bir haftaga примерно ikkita olsak, misol uchun 1,5 kilocha olsak, 1,5 kilo atrofida. Kuniga 300 grammdan to'g'ri keladi. Da, 1,5 kilo, 2 kilo atrofida olsak bo'ladi. Lavolayveraylik. Mana. 3 ta oldik, общий где-то 2 kilocha chiqadi bu yerda. O'shanda kuniga 300 grammdan bir hafta yesangiz bo'ladi. Demak, shunda men kuniga 300 gramm yeydigan bo'lsam, yo obed 300 gramm, yo ujinda 300 gramm yeyman? Yo'q, uni bir kunga bo'lib yuborasiz. Obed bilan ujinga bo'lib yuborsangiz bo'ladi. 150. 150. Zo'r. Xo'p, men bularni maslahat bermayman endi. Ya'ni oyoq, go'ling bo'ladi, ichida yog'i ko'proq bo'ladi va bu kajurasi bo'ladi, shuning uchun eng zo'ri file. Xo'p, mana mol go'shti, qo'y go'shtiga ekanmiz. Xo'p, bularga nima deysiz? Qo'y go'shti yog'i ko'p bo'ladi, bilasiz. Hamma biladi buni. Yog'li bo'ladi. Shuning uchun qo'y go'shti emas, mol go'shtini file, bon file joylarida, yog'siz rost ichki son tomonlaridan maslahat beraman ishchi. Qizil go'sht ratsionda bo'lishi kerak. Hatto bu kuniga 150 gramm bo'lishi kerak. Nimaga degan bo'lsangiz, qizil go'sht ichida temir moddasi bo'ladi, jeleza bo'ladi. Bu da oddiy filedan ko'ra yog'liroq, oddiy go'shtimiz ham, lekin ichida foydali anaqalari ko'p. Shuning hatto bu kuniga 100 gramm qizil go'sht bo'lsa, yaxshi zo'r. Demak, shunda bundan 100 gramm bo'ladigan bo'lsa, bu 300 gramm bo'ladigan bo'lsa, miksayt qilishim kerak. Da, miksayt qilsangiz zo'r. Zo'r. Baluli ekanmiz, mana bu yerda lasos bor, farel bor. Bular qanaqa? Sazan bor, yana bizda O'zbekistonda mashhur. Qarang, da. Sazan endi bilasiz, u bo'li yog'liroq bo'ladi. Yog'da qovuriladi. Da, yog'da qovuriladi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun sazanni ham mazasi sal endi baribir o'zi spetsifik, bu yog'da qovurilsa, tagiga shirin, zo'r bo'ladi. O'shaning uchun buni maslahat bermayman. Men o'zim yeydigan, maslahat beradiganim bu farel yoki lasos. Ya'ni qizil baliq deyshadi. Ichida omegasi qo'shimchasi bo'ladi, ko'p bo'ladi. Organizmingizga, yurak qon tomir tizimiga juda ham foydali bu narsalar. Kerakli yog'larni olasiz, deb yoqdan hech narsa olmaysiz. Tushunarli. Kim buni yana endi menga ham qiziq so'rab ketdik. Kapchonisi bo'ladi. Alohida xomini ham yeyishga qo'yib qo'yishadi-yu, lasosni. Ular mumkin emas. Qarang, xomini degandachi, bu yerda yo'q bo'lsa kerak, mana mamtilda bo'lishi mana. Slabo salonisi bor. Slabo salonisi ichida tuzi pasti kam bo'ladi. Ozgina tuzlanib qilib, ularni shunaqa qilib dimlab qo'yishadi. O'sha slabo salonisini yesangiz bo'ladi. Lekin qolganlar, chunki ichida tuzi ko'p bo'lsa ham mumkin emas. Chunki tuz organizmda suvni ushlab qoladi. Xo'p. Balu olamizmi, olmaymizmi? Endi qarang, balu raznoобразие uchun olsak bo'ladi va lekin misol uchun oddiy, misol uchun o'rtahol oilani odam hisobga oladigan bo'lsak, bu qimmatli qilib ketishi mumkin-da. Chunki tovuq bilan ham demak ba'zi qilsa bo'ladi. Tovuq bilan bemalol ba'zi qilsa bo'ladi, ya'ni cho'ntakbob bo'ladi. Endi bu yerda hozir sizga yig'yapmiz, balu raznoобразиеga olsak bo'ladi. Nima deysiz? Hop, bu yerda farelli filesika 450 gramm. Как раз точно salatlarga, boshqalarga ishlatishingizga bir haftaga 2-3 marta ujinga ishlatib 200 gramm duxovkaga bemalol yetadi. Hop, Shohroyga kolbasa dizaynerga keldi. Menimcha 90% odamlar zavtraga bo'lsa kerak. Shunaqa. Sevib tuxumlar bilan yoki o'zini ham tanovul qilishadi. Bu kerakmi, kerak emasmi? Bizda bu narsa ham ester paytdan qolib ketgan. Hamma yaxshi ko'radi. Обязательно завтракka kolbasa bo'lishi kerak, tam yoki qovurib yeyishadi yoki sosiska bilan и так далее. То есть, qarang, sosiskalar, kolbasalar, любой turi men maslahat bermayman, chunki bularning ichida nitratlar bor. Bular qayta ishlangan mahsulot hisoblanadi va bularning ichiga nima qo'shganini bilmaysiz. To'g'risini aytsa-da, nima qo'shganini bilmaysiz. Ichida har xil ximikatlari ko'p. Eng qizig'i, dunyodagi Sog'liqni saqlash vazirligi bor, dunyodagi bularni первая группа deydi. То есть, anaqa kanserogenga qo'shgan. Bu nima desangiz, bularni rakka olib borish riski bo'yicha bular tabak bilan bir xil. Ya'ni sigaret bilan bir xilga qo'ygan bularni. Endi u dunyo miqyosida, dunyo miqyosida. Endi bizning kompaniyalarni bilmaymiz va biz shunaqa. Demak, maslahat bermasdik. Yo'q, men maslahat bermasdim. Men o'zim ham yemayman. Kolbasa biz ham uyda ham umuman kolbasa olmaydi. Uni o'rniga go'sht. Zo'r. O'zi bilsiz, uyda kolbasalar qilishsa bo'ladi. Mana menga diyetani boshlagandan keyin
kurinniy o'sha filedan kolbasalar qilib berishni boshlashdi, qaynatib. Bu ham normal chiqib qoldi. Shunaqa odam o'zi qilsa, sen nimadan qilayotganingizni bilasizda. Zo'r. Hop, mayonezga keldik. Salatlarning eng ashaddiy kombosi. Da. Ovqatlarga ham bundoq garnirga qo'shib yeyishga nima deysiz? Mumkin emasmi? Olamsiz? Mayonezlarcha ichida bo'ladi основной yog' bo'ladi-da. Yog' bo'ladi. Bular qanaqa yog'dan, tuxum sarig'idan tayyorlanadi bilsangiz. Shuning uchun men magazindagi sotiladigan mayonezlarni ozish uchun maslahat bermayman. Men o'zingiz uyda tayyorlasangiz bo'ladi, agar retseptini bilsangiz, bo'li yog'sizroq, bo'li yaxshiroq, alifko'y mahsulotlar bilan. Chunki bu yerda ham mana hisoblaydigan bo'lsangiz, bu yerda jiringiz qani onasini hamsa. Mana bu yerda 100 grammda 600 kaloriyada, ya'ni 100 grammida 600 kaloriya, bitta salatga kamida 100 gramm ketadi. Qo'shimchalar bilan salatingiz bilan bir 8-9 kaloriyaga borib qoladi-da. Hop, keyin bu yerda bizda qaymoqlar. Mana qaymoqlarni ko'rishingiz mumkin. Bularda ham 50% jирности, qaysidadir 45% jирности. То есть 100 grammida bizga o'sha 50% jiri bor. Bu 50 gram jir degani, 50 gram yog' degani. Ya'ni bitta mashina narsani bitta idishni kuniga yeydigan bo'lsangiz, kunlik normangizdan ham ko'proq yeb qo'yasizlar yog'. Shuning uchun odamlar qaymoqdan semiradi. Shuning uchun qaymoq mumkin emas. Tvoroglar shu boya aytganimdek mana. Men o'zim mashinada yeyman. Tvorog, ya'ni o'zi kam yeyman to'g'risi tvorog. Malochkani olib tashlashga harakat qilaman. Chunki malochkani bir xillik yoqmaydi. Ya'ni organizmga oshqozonga to'g'ri tushmaydi, laktozasi borligi uchun. Mana tvorog nijirnisi bor. Buning ichida 1%, 2% atrofida jiri bo'ladi. Pasti yo'q deganda. Bu yerda sut bor ekan, ayronlar bor ekan, kefirlar bor ekan. Bunga nima fikringiz? Xo'p, qarang. Ayronlar yozib qo'yibdi. Naturalniy ayron 1% jирности. 1% jирности bo'lgandan keyin bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, orqasida 100 gram mahsulotda uglevod 3 gram atiga, yog'li 1 gram. То есть bemalol kuniga ichsa bo'ladi ayronni. Bu odamni semirtirib yubormaydi. Men oldin mana har xil napitkalar ichardim. Endi hozir ozishni boshlagandan keyin majbur shunga o'tdim. O'zim ayron yaxshi ko'raman. Как alternativa qilib buni ichyapman-da ko'proq. Shunaqa. Keyin mana bu yerda bizda kefirlar ham bor. Kefirlar ham har xil bo'ladi. Jирности mana 2,5, 3, 2 birlik bo'ladi. Ozayotganini birlikni maslahat beraman, chunki ichida soответственно yog'i kam, jирности kamroq bo'ladi. Bo'li dietический hisoblanadi. Kefir ham misol uchun kuniga 200 gram kechqurunga ichib olsa bo'ladi bemalol. Kefir qanaqa? Yoqadimi sizga? Da. Bu yerda mana 2,5% bor ekan. Misol uchun mashina olsangiz bo'ladi. Hop, yogurtlarga keldik. Zavtraklarga, takoy perkuslarga nima deysiz? Mumkin emas. Qarang, oddiy yogurtlarimizda bizani ichida shakar qo'shilgan bo'ladi. 20-30 gram shakari bo'ladi. Shakari juda ham ko'p bo'ladi bu yoqda. Ichida misol uchun uglevod, yog'lari ham normal. Endi asosan bularda yog'i ko'p bo'lmasa ham shakari ko'p-da. Shakari juda ko'p. Shuning uchun men oddiy yogurtlarni maslahat bermayman. Ozayotganni maslahat bermayman. Uni o'rniga mana bu yerda hozir bizda keladi grechskiy yogurt bor. Hozir ko'ramiz. Mana grechskiy yogurtlarimiz. Buni ham har xili bor. Ko'rishingiz mumkin, oddiy grechskiy yogurt, shakari yo'q buning ichida mana. Bez добавления сахара degan mazali grechskiy yogurtlar bor, ularga shakar qo'shilgan. Shuning uchun maslahat beraman, grechskiy yogurtni olayotganda sostaviga qarash kerak. Shakari yo'q bo'lsin iloji boricha. O'zi mazasi ham ularniki yaxshi bo'ladi. Bularda lekin shakari bo'lsa ham kamroq bo'ladi-da. Shakari ancha kam bo'ladi. Men mana oldin anularni ichardim. Uyga ketayotganda bitta do'kondan olib kirib ketardim. Hozir har doim ko'raman-da o'qiyman. O'qiyman 30 gram shakar, u 30 gram uglevod deganda. Ya ichmayman deyman-da, ko'pincha mana bunaqa shirin bo'lsa ham grechskiy yogurt olib kirib ketaman. To'ppa-to'g'ri. Mana shunaqalarni olgan yaxshiroq. Mana grechskiy yogurt zavtrakka zo'r ketadi. Zavtrakka, anaqa granolalar bilan, perekuska, ashyo zo'r ketadi. Yana mana bu narsalar bor bizda. Pudinglar, shirlin yaxshi ko'radiganlarga. Anta 20 gramligi ham bor ekan. Da, mana 20 gram belok. Shokoladli puding, da ichida 20 gram beloki bor. Ya'ni mana shunaqa narsalarni ham olib, shirli yegisi kelganda odam bemalol yesa bo'ladi, chunki shakari yo'q ichida. Men o'zi sizga kecha video tashladim-ku. 5 ta 6 ta uyga olib borib qo'ydim, chunki tortadi-da ba'zida. Shirli hech kim tortib qoladi. Buni zo'r tomoni laktozasi yo'q ekan, shakar qo'shilmagan va 20 gram belokda. Meni kunlik normam undan biri.
Misol uchun, perkuska urarsan bitta. Da, perikuska, kechqurun bemalol yorsa bo'ladi. Ana bu yerda diyeta ko'pchilik mif bor-da. Ana bemaza bo'ladi ovqati, boshqa biz diyet qilmayapmiz. Biz sog'lom ovqatlanyapmiz. Sog'lom ovqat ana bemaza bo'lmaydi. Prosta ana qo'l o'zingizda harakat qilsangiz, mana qilib razdan har xil shirinlik narsalarni ham qilsangiz bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, to'g'ri. Ana oldin misol uchun 3-4 yil oldin bunaqa emas edi lekin, bilasizmi bozor? Ha. Men misol uchun ana bu vesim bilan bir 7-8 yildan beri kurashaman. Ko'p harakat qilganman. 3-4 yil oldin bunchalik assortiment yo'q edi. Mana kartinkada ham hozir katta уже stand qo'yib qo'yishgan, ana katta anaqalar bor. Oldinlari kichkina narsalar bo'ladi. Juda qiyin. Xo'p, mana bu yerda guruch, granolalar bor ekan, har xil narsalar, kruppalar. Mumkinmi, mumkin emasmi mana? Qarang, bu yerdachi men sizga hozir farqini tushuntiraman. Ovsyankalar, korobkaliklar tez tayyorlanadi. Bunaqalar men maslahat bermayman. Bularni chunki glikemik indeksi katta bo'ladi. Bular saharni, qonli saharni ko'tarib yuboradi. Shuning uchun tez pishadiganlarni maslahat bermayman. Uni o'rniga mana bunaqa pachkalarda ovsyankalar bo'ladi, ana razvisnoylari bo'ladi. Mana овсяная цельнозерновая bor. Mana misol uchun ham bitta Gerkules bor, xlopya. Mana mana shunaqalarni olsak bo'ladi. Bular ichida glikemik indeksi kamroq bo'ladi, to'qlik hissiyotini ko'proq beradi bular. Ko'proq ushlab turadi. Da, ko'proq ushlab turadi. Tayyor granolalarchi? Tayyor granolalarchi, to'g'risini aytganda, ichidachi har xil narsalar qo'shib tashalgan bo'ladi. Kaloriynisti katta bo'ladi. Ichida uglevod ham, misol uchun uglevod ham 65 gram uglevod bu yerda 100 gramigada. Masalan, siz 100 gramini yesangiz, уже 65 gram uglevod yeb qo'ydingiz. Ya'ni 200 gram solib yedingiz, bo'ldi, siz уже 120-130 gram kunlik normangizni yeb qo'yapsizda. Shuning uchun bu narsalarni maslahat bermayman. Ovsyankadan bitta Gerkules olamiz. Zavtraklarga yeyishingizga. Xo'p. Keyingisi bizada mana qarang, manka, pishino bu narsalar mankalarni iloji boricha maslahat bermayman. Iloji boricha maslahat bermayman. Nima yeymiz desangiz, grechka bor bizada. Misol uchun mana 900 gram grechka ekan. Sizga misol uchun bir haftaga bu даже ko'plik qiladi 900 gram grechka. Da. Sizga mana bitta kichkina upakovkasi. Bo'ldi, shuni ham olaveramiz. Mana shuni anaqadan yeysiz. Kuniga 100 gramdan yesangiz bo'ladi. Guruchlarni hamchi har xili bor bizda. Mana eshitdim, basmati eng zo'ri. Da, mana shu basmati, ris basmati eng zo'ri, eng yaxshi hisoblanadi. Oddiy guruchdan ko'ra buni olganingiz yaxshiroq. Bu chunki foydasi bor buni. Bularni ham shu aytganim nimani? Qarang, krupalar, grechka bo'ladimi, mana shu rislar bo'ladimi, ovsyankalar bo'ladimi? Nimasidan farqlisiz? Glikemik indeks degan narsasi bor-da. Glikemik indeks qancha past bo'lsa, sekin so'rilib sizni badaningizga shakar miqdorini ko'tarib yubormaydi qoningizga. Insulinni ko'tarib olmaydi. Shuning uchun bo'li to'yimliroq ham bo'ladi. Shunaqalarni olganimiz yaxshiroq. Mana basmati olamiz. Keyin eng zo'ri ham guruchlardachi anaqasi bo'ladi. O'tga olgan. Dik ris degani bor. Dik ris yoki bo'ri ris. Jigarang qora rang bo'ladi. Ular juda qattiq bo'ladi. Ularni ham anaqasi zo'r, foydasi zo'r. Ya'ni ular ancha yaxshi. Uzun-uzuncha aytyapsiz. Da, uzun-uzuncha qora jigarang bo'ladi. Zo'r. Bu yerda mana qarang, anaqalardan o'tib ketib qoldik. Ketchuplar ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ovqatga ketchup ustiga qilishni. Men ham ora-orada jet foodlarga kirib qolaman-da. Endi bab bilasiz, guruch olaman, bemaza va parda pishgan, guruch olaman yo grechka olaman. Nomiga endi tomizib olaman. Shunaqa bizda lekin o'lchadim, kaloriyasi juda katta bo'lar ekan-da. Da, bularni ichidagi kaloriyasi katta. Ko'pchilar biftekslar yeb yaxshi ko'radi-yu. Kaloriyasi ham katta, ichidagi shakari bo'ladi va tuzi ko'p bo'ladi bularda. Tuz, shakari ko'p bo'lgani uchun bunaqa narsalar men maslahat bermayman. Lutchi uyda tomatli sous, tomatli narsalar qilsa bo'ladi. Makaronlarga keldi. Makaronlarimiz ham bizda har xili bor. Oddiy makaronimiz bor. Из твердых сортов degani bor. Tвердый sorti, misol uchun men o'zim ili makfa yokida barilla yeyman. Ko'pincha barilla makaronlarni yeyman, chunki bular из твердых сортов. То есть bu yerda glikemik indeksi bularniki kam bo'ladi va bular sekin so'riladi badanga. Bularni grechkadan tayyorlangani ham bor ekan, xuddi mukaga o'xshab. Bor, unga o'xshab. Hop, Shohroq aka,
Men oldin yaxshi ko'rgan, hozir kech borgan narsalar ekanmiz. Mana bunaqa snacklar. Da. Mana kechqurun futbol, kino, serial ko'rayotganda, mana bittada urib qo'yadigan mana Lay's, chipslar, misol uchun mana bittaga anaqalar. Kireshkilar. Mumkin emasmi? Yo'q, ozayotganda men masal bermayman, mumkin emas. Bu narsaning ichida yog'i, kaloriyasi juda ko'p bo'ladi. Mana bu yerda ham hozir ko'rishimiz mumkin. Ichida 100 gram produktga hop qani kaloriyni hisoblayman, mana. Mana bittaman. Ha, mana 30 gram produktda deb yozib qo'yibdi. 156 kaloriya, 10 gram jiri bor, shakari bor, tuzi bor, ichida kerak emas trans jirlari bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'ygan sostavida natriy, замещенный, то есть сахар, усилители вкуса, ароматы, то есть ichida растительный maslolar bor. То есть hamma eng zararli, ozishdagi zararli narsalar shu yerda jamlanganda. Kech borib to'g'ri qilgan ekanman-da. To'g'ri. Bo'lmasa ozoqmasdingiz. Oddiy suv bemalol, eng zo'ri kuniga har bitta odam o'zining vesiga 30-40 ml hisoblab ichish kerak. Misol uchun siz kuniga 5 litr, 6 litr, 4, 5 litr ichishingiz kerak. O'rtacha kuniga odam 2,5 litr atrofida ichsa zo'r hisoblanadi. Hop, mana bunaqa har xil ta'mli suvlar ham bor. Oddiy suv lekin ta'mli. Ular mumkin. Mana kolalar bor. Da, misol uchun mana ta'mli suvlar bor, lekin bularning ichida shakar qo'shilgan. Shakar qo'shilgani uchun bizga mumkin emas. Kolalar, oddiy kolalarni ichida nima bor? Ichida shakari tiqilib yotibdi. Bitta kichkinagina kolangizni olsangiz, ichida 10 ta qand bor-ku, 10 ta qand chiqadi ichidan. Shuning uchun biza zero. То есть zero ichida bu yerda kaloriyasi 0, shakari yo'q, o'rniga podslastитель qo'shilgan, lekin zeroni ham men kuniga 0,5 litr, ya'ni yarim litrdan ko'p ichmaslikni maslahat beraman, chunki ichida aspartam moddasi bor. U bora-bora rakka olib kelishi mumkin. Bu hali isbotlanmagan, no, bir ikkita moddalari shu zararli, shuning uchun kuniga yarim litrdan ko'p emas. Gazirovkalarni eng qiziq tomoni, bular nafaqat shakari ko'p. Bular sizni organizmingizdan hamma foydali anaqalarni, elementlar, vitamin, minerallarni chiqarib yuboradi. Ichida kalsiy chiqarib yuboradi suyaklardan. Bu bora-bora tishingizni emalini, suyaklarning emalini yomon qilib tashlaydi. Suyaklarni yedirilib, tishlaringiz yomonlashib ketaveradi bu yerdan. Kalsiy chiqib ketadi hammasi. Soklar bor. Mana ko'pchilik naturalniy deb yozib qo'yadi. Naturalniy ekanini deb turib ichirishadi. Lekin bundoq qarasangiz, korobkada bir 50 gram, 60 gram shunaqa. Bu men misol uchun soklarni hammasini oladigan bo'lsangiz, ichida shakar bo'ladi-da. По-любому mana bu yerda yozib qo'ygan. Shu jumladan shakar 6 gram, uglevodlari bor. 100 gramda 6 gram shakar bor. Bu degani 1 litrda 60 gram shakar bor degan. O'zi olasiz, siz bitta o'tirib, qachab 2 stakan ichsangiz, siz bir haftalik shakaringizni ichib qo'ydingiz deganda, u srazu yog'ga qarab ketaveradi. Organizmingizga ham juda yomon ta'sir qiladi bu narsa. Energetik. Men energetik deydi. Men mana oldin sportni siz bilan tanishmasimizdan oldin energetik sevganman. Kuniga 2 ta 3 ta bankalab ichardim. Misol uchun, hozir endi tashlab yuborganman. Bo'lmay ketgan, ish ko'p bo'lgan kunlari zero ichib turaman. Da, zero energetik. Men o'zim ham ichaman. Juda redki, chunki hamma energetiklar yurakga ta'sir qiladi. Biroz davleniyani oshirib boshqa qiladi. Kofein bor. Yaqinda energetik ichdingiz nima bo'ldi? Bir hafta bo'ldi mana. Sizga case ish ko'p, misol uchun ertalab 5 gacha uxlamasligimiz kerak. Bitta energetik ichdim, 2 ta energetik ichdim, 2 ta espresso ichdim. Yurak уже tamom bo'ldi, sezonman. Uyga borib, 5 ta ishimni bitirdim, ertalab sahar. Yurak urib turibdi, uxlayotganda ham sezonman. Ertasi kuni mana zalga chiqdik. Zalda ham hammasini qildim, chotki bo'ldi. Kardio mashq berdilar. Kopton otish. Yuragim chiqib ketdi deb уже mazam qochib qoldi. Keyin aka dedim, men toza havoga chiqib kelmasam bo'lmaydi deb turib ta'sir qildi. Keyin uyga borib, karvalolni ichib boshqa qilib o'zimga keldim. Puls nechi bo'ldi o'shanda ayting? 180 gacha chiqib ketib qoldi. 180. Endi trenirovka vaqti bu. Oddiy vaqtda 110-120 urdi. Bu degani odam agar o'sha paytda bilmasa pulsini, o'zini to'xtamasa ketib qolishi ham mumkin. Opasnik ham, men bo'ldi dedim, o'zim boshqa
bunaqa qiynamayman deb va'da berdi. Tuxumli keldi Shohir aka. Tuxum o'zi kerakmi? Tuxum обязательно ratsionda bo'lishi kerak. Bu etalon hisoblanadi. Ya'ni oqsil, eng toza oqsil o'zi tuxumda bo'ladi. Yo'q, go'shtdan ham. Go'shtdan ham, tovuqdan ham, hammasidan eng tozasi tuxumda bo'ladi va tuxumning oqsili juda ham tez so'riladi. Foydali tomonlari ham bor. Shuning uchun tuxumni men maslahat beraman har doim. Tuxum oqini asosan yeyish kerak, sarig'ini kuniga misol uchun 2 ta 3 ta yesa bo'ladi. Ko'paytirib olish ham kerak emas, chunki xolesterin oshirib yuboradi. Xolesterini ko'p bo'ladi. Shuning uchun kuniga 2 ta 3 ta sarig'i bo'lsa, u ham hammaga individualni, asosan oqini kuniga 7 ta, 8 ta, 10 tagacha ham yeydiganlar bor. Zo'r. Bo'ldi, oldingmi buni? Buni olamiz. Bir haftaga yetadigan ro'zg'orligini qilib oldik. Endi ko'ramiz. Narxini ko'ramiz. Hop, bu yerda biz Dobroydan tvorog oldik, 2 ta. Общий bizda 8 gram tvorog. Basmati. Guruchimiz basmati. Bir kilo banan. 1 kilo banan bo'ldi bu yerda. Gerkules овсянка. Barilla makaron. Hop. Bu yerda olivka yog'imiz bizani. Bodring oldik salatlarga 1 kilodan sal oshiqroq chiqdi. Tovuq filesi. Общий 2 kilo atrofida bizda kuriy grutka tovuq filesi chiqdi. Tuxum. Bu yerda bizda 15 ta tuxum. Mol go'shti ichki son tomonidan oldik. Bizda 1 kilo 300 chiqdi. Olmani o'lchatmamiz-ku. Bo'ldi, tursin. Hop, men o'lchatib kelaman. Hop. Bu yerda bizda pomidor. Bir kilo pomidor. Rejanoy muka tam pishiruvlar qilishga, boshqa narsalar pishirishga uyda. Ana, kurobkasini grechka, конечно. Nima bo'ladi? Ozodkorlik uchun etalon kerakli narsa. Oddiy kastrulda uramiz, ya'ni. Necha u barkodning? Brokoli. Necha? Bu yerda bizda 300 gram atrofida brokoli. Va kefir. Bizda bu yerda semerenka olma 1/2 kilo oldik. Hop, mana bizda bu yerda endi ko'rishimiz mumkin. Bir haftalik ratsionga yetadigan masalliq bo'ldi. Общий 655 ming bo'pti. Bu hisoblasanglar sizlarga kuniga 100 ming so'mdan ketyapti. To есть kuniga 100 ming so'mdan sizlar polnotsenniy ovqatlanasizlar. Da, 4 mahal atrofida ovqat bo'ladi. Polnotsenniy bu 1800-2000 kaloriya atrofida yeydiganlarga bemalol yetadi bu narsa. To есть 700 ming so'mga shuncha narsa va bemalol правильно питание. O'zi misol uchun hozir oddiy lavashxonaga kirsangiz ham 70 ming 80 ming bo'lyapti. Ya'ni lavash yoniga suv olasiz, bitta Pepsi olasiz, free olasiz bo'ldi. Ko'chada ovqatlansangiz, polnotsenniy ani to'g'ri ovqatda, ani sog'lom ovqat. Shuning uchun, misol uchun kecha men ko'chada ko'p bo'lib qoldim. Ko'chada turetskiga kirdim, o'tga kirdim, o'tgan ovqatlandim. Общий hisoblaganda kuniga 680 ming so'mga atrofda pulim ketdi-da kecha. Men oddiy jet foodga kirsam 100 mingdan oshib ketadi. Jet food o'zida. Oddiy restoranlarga kirsangiz 400-500 ming ketib qoladi. Zo'r. Chotki. Hop, mana Shohir aka bozorlikdan qilib chiqdik. 700 mingga ham bormabdi. Shuncha qilib olgan narsamiz. Bir haftalik 700 mingga ham borgani yo'q daji. Mazza qilib bosib yeyverasiz. Demak, ani mif bor o'zi, ozish, to'g'ri ovqatlanish, ani PP qimmat deyshadi. Unaqa emas ekanda. Yo'q, PP umuman qimmat emas. Prosta uni
to'g'ri narsani olishni bilish kerak. O'zingiz bemalol tayyorlab, ozgina vaqt, ozgina xarajat ko'rasiz. Juda ham arzon Shu. va mazza qilib, mazali oshsa bo'ladi-da. Ya'ni bemaza bo'lmaydi bu narsa. Shunaqa. Xo'p, endi bularning menyusi, boshqa narsalarni menimcha Telegramga tashlab qo'yishsa kerak biz. Xudo xolasa, Telegramda ratsion ham qilib beramiz. Da. Bir haftalik nimalar yeyish mumkin, nimalar tayyorlasa bo'ladi. Mana shu olgan masallig'imizdan, mandan kelib chiqibdi. zerikarli bo'lmasin. Zo'r. Demak, sizga obuna bo'lib qo'yish kerak. Bu narsalarni Обязательно. YouTube'ga, Instagramga, Telegramga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari men bilan reality ketyapti. Uni ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Silkalarni qo'shib qo'yamiz. Murodjonning ozayotgan protsesslarni hammasini ko'rsatyapmiz o'tda. Bemalol obuna bo'linglar. Foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Просто tekinga beramiz.